Endilikda MyGov.uz orqali avtomobil qoidabuzarligi uchun javobgarlikni haqiqiy haydovchiga o'tkazish mumkin. Tinglang, jarayonni 60 soniya ichida tushuntirib beraman. Avtomobilni ishonchnoma yoki yaqin qarindoshlik asosida boshqarayotgan shaxs tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar uchun jarima ballari haydovchining o'ziga hisoblanadigan bo'ldi. Buning uchun avtomobil egasi MyGov.uz portalidagi yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun javobgarlikni boshqa shaxsga o'tkazish xizmatini tanlaydi. Arizada avtomobilning davlat raqami, boshqarish muddati, boshqaradigan shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, pasport seriyasi va raqami, shuningdek, hujjat turi ko'rsatiladi. Shundan so'ng haydovchi MyGov.uz profilidagi xabarnomalar bo'limiga kirib, arizani elektron raqamli imzo, mobil ID yoki Face ID orqali tasdiqlaydi. Arizani ko'rib chiqish muddati jismoniy shaxslar uchun avtomatik tarzda, yuridik shaxslar uchun esa 5 ish kuni ichida amalga oshiriladi. Yuridik shaxslar uchun tashkilot rahbari har bir avtomobil bo'yicha alohida ariza yuboradi hamda ishonchnoma, sug'urta polisi yoki yo'l varaqasini ilova qiladi. Asosiy talablarni eslatib o'tamiz. Haydovchida haydovchilik guvohnomasi bo'lishi shart. Ishonchnoma mavjud bo'lishi kerak. Agar sug'urtasi cheklangan bo'lsa, haydovchining ismi sug'urtada ko'rsatilgan bo'lishi kerak. O'zkom nazorat inspeksiyasi jismoniy va yuridik shaxslar uchun ko'rsatilayotgan elektron davlat xizmatlari haqida ma'lumot berishda davom etadi.